Rahmonali Suropov qanday qilib qalpoq Warner Bros. Nazariga tushgani haqida so'zlab berdi. Qalpoq hajviy ko'rsatuvi asoschisi, aktyor va ssenarist Rahmonali Suropov qanday qilib xo'rozni televizor yoqishga o'rgatgani hajviy ko'rsatuvi ortida Amerikaning mashhur kinokompaniyasi tomonidan tanlov uchun taklif qilingani va har safar taassurotlari haqida aytib berdi. Bizga Amerikaning Warner Bros. Kinokompaniyasidan taklifnoma xati jo'natishdi. Avvaliga faqat qalpoq hajviy ko'rsatuvimizni chaqirishdi deb o'ylagan edik. U yerga yetib borgandan keyin bilsak, kinokompaniya asli 30 ta mamlakatda ijodkorlarni chaqirgan ekan. Ikkita davlatni chet elga uchun 28 davlatdan kelgan ssenariylarni qabul qildi. Amerikada kitoblar yozib turadigan bir aka bor. Ana shu akamiz Warner Bros. Kompaniyasiga ssenariylar yozib turar ekan. Shu akamiz sabab bo'lib bizga ham taklif xati jo'natilibdi. Amerikadagi 11 kunlik safar xarajatlari uchun yo'l chiptalaridan tashqari $20,000 ham ajratishibdi. Borgandan keyin xuddi biz kabi 28 davlatdan kelganlarni ko'rib, biroz ruhiyatim tushdi. Chunki faqat bizni chaqirishgan deb o'ylagandim, to'g'risi. Qalpoqning ssenariysidan tashqari action formatdagi film ssenariysini ham tayyorlab borgandik. Film ssenariysi o'g'lim juda chiroyli qilib yozib berdi. Lekin hajviy ko'rsatuvimizning sketch variantini ssenariysi bo'lmagani sabab uni olishmadi. Taklifnoma xatida bu haqda aytilmagani uchun bunday usulda ssenariy tayyorlamagan edik. Shunday qilib action shaklidagi film ssenariysini qabul qilib olib qolishdi. Yozuvchi akamizning aytishicha, tanlov natijasi 3 oydan 1 yilgacha vaqt oralig'ida ma'lum qilishar ekan. Shunday bo'lsa ham ikkinchi marta 15 kunga, ya'ni AQShga taklif qilindik. Warner Bros. Kompaniyasi Kaliforniyada joylashgan. Nyu-Yorkda uning filiali bor ekan. Kaliforniyaga yetib borish qiyin. 3 kunlik yo'l bo'lgani uchun shu filialiga ssenariyimizni topshirdik. Safar davomida Nyu-York, Washington, Florida kabi 3 ta katta shtatda bo'lib qaytdik. Shulardan eng yoqqan manzil Nyu-York bo'ldi. Syomkalar qildik. Bir voqea e'tiborimni tortdi. Yomg'ir yog'gandi. Biz qora mashinada 600 kilometr yo'lni bosib o'tib, ulog'imiz loyga botgandir deb tushib qarasak, mashinaning pastki qismida tangadek loy dog' ham yo'q-da. Havosi shunaqangi toza ekan. Washingtonga qo'ngan bo'lsak, 1000 kilometrdan ortiq uzoqlikdagi Floridaga kelayotib, ko'rdimki, taxminan 500 kilometr maydon o'rmon bilan qoplangan ekan. Birorta daraxtni kesishga hech kimning haqqi yo'q ekan. Shuning uchun ham havo toza bo'lsa kerak. Bir oy bir marta qalpoqning syomkasi bo'ldi. Bir ko'rsatuv syomkasi uchun chamasi $700 mablag' ketadi. Va shundan taxminan $600-700 mablag' keladi. Kelgan mablag' ham o'zini o'zi qoplashdan ortmaydi. Agar action film ssenariysimiz yutib chiqadigan bo'lsa, kamida $200,000 gonorar bersa kerak. Ikkinchi marotaba AQShga uyushtiradigan safarimizga katta komandamiz bilan ketyapmiz. Xuddi avvalgisidek safar xarajatlari uchun $20,000 ajratishgan. Jamoamizdagi Sherzod Kattaboboyev, Orof Sultonov, Fotima Nazarovlar bilan birga ketyapmiz. Xudo xohlasa u yerga borib qalpoqning yangi yil sonini ham olib kelmoqchimiz. O'tgan gal xorijda telefonimni o'g'irlatib qo'yganim yomon bo'ldi. Telefon hech narsa emas, chunki qimmat emas, lekin ichida juda ham ko'p ko'rsatuv materiallari bor edi. Miyamga kelgan qayerdandir, kimdandir eshitgan voqealarim ssenariylarini yozib borar edim. Ana shular endi qaytib esga kelmaydi. Komik aktyor Rahmonali Suropov safar taassurotlari haqida hikoya qila turib, ancha yillar davomida tayyorlab kelgan ko'rsatuvlarni arxiv sifatida o'zida saqlab qolmaganini afsuslanishini aytgan. Ancha yillar bir xonali uyda yashaganimda bir oy davomida xo'rozni televizorni yoqishga o'rgatganman. Xotinim yo'qoting shu xo'rozingni deyaverardi. Chunki xo'roz-ku u hamma joyga xohlagan vaqtda bayram qilib tashlayverardi. Uning ustiga o'zida bir xona kvartira va bir dona gilamimiz bor edi. Uning orqasidan xotinim ko'rmasidan avval gilamni tozalab artib yurardim. Shunday qilib uni televizorni yoqishga o'rgatardim. Bu harakatni tez o'rgandi, lekin chaqirganimda kelib men o'tirgan divanga chiqishini o'rganish qiyin bo'ldi. U mahallalar hali qalpoq hajviy ko'rsatuvi yo'q edi. Yoshlar kanalining reklama roligi uchun shunday qilib xo'rozni tayyorlaganman.
televizorning oldiga don tashlardim. Xo'rozim sakrab borib uni olib kelardi. Yaxshigina o'rganib olganida suratga olish jarayoni boshlab, rejissor baqiravergandan so'ng o'rgangan harakatini ham qilmay qo'ydi. Keyin amallab televizorni yaqinroqqa qo'yib, kadrni olganmiz deya eslaydi u.